Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyg'ur harakati tashkilotining bilim kuch qarorlik to'g'ri suhbatining 13. qatimliq suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurban, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi suhbatimizda Dünya Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi vakil yordamchisi Sadriddin Ayipov biz bilan birga. Hurmatli Sadriddin Ayipov efendim, bugungi suhbatimizga xush keldiniz. Rahmat, hoş buldum. Siz o'zingizni qisqacha ko'rarmanlarimizga bir tanishtirgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men qarindoshinglar Sadriddin Ayipov, Qozog'iston Olmutahirning Chelak yezisidan bo'lman. Asli o'qigan joyim shu maktabni shu Qozog'istonda bitirgan, Uyg'ur maktabini bitirgan albatta. Uyg'ur maktabini bitirib İslam Üniversitesi Azhar degan Misr shahrida u yerda tamomlab 2007-yili Qozog'istonga qaytib kelgandan keyin o'sha o'zimningki o'qigan sohasida din xizmatida, ya'ni masjidda, bir masjidda hamlarga dars bergash imom bo'lib 11 yil xizmat qildim. Undan keyin mana 2017dan tortib shu Uyg'ur davo xizmatida odamlarning va xizmatkor arboblarning yetishmaslik tufayli o'zim shunga atlanib shu Uyg'ur davosi siyosiy yo'liga qadam bosdim. Hozir 2018dan tortib ta bugunga qadar Dünya Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi vakilining yordamchisi bo'lib, qo'l put bo'lib shu vatan va millatimizning davo yo'lida xizmat qilib kelyapman. Qozog'istondagi xizmatlaringizdan o'zingizning Azhar universitetini tugatgandan keyingi qilgan o'zingiz shu kasbiy soat xizmatlaringiz ham jamoat Uyg'ur jamoat bilan birga qilgan ishlaringizni Qozog'istondagi siz turayotgan yerdagi shu ishlarni ozroq bir ko'rarmanlarga anglatgan bo'lsangiz, ham da'vo yo'lidagi ishlaringizni ozroq bir anglatgan bo'lsangiz, rahmat. Men birinchidan bu fursatga siz bilan bu suhbatga chiqib, bu fursatga erishganimga intayin xursandman. Albatta bu mening birdan-bir mumkinchiligim shu xalqimga, ya'ni Qozog'istondagi xalqimizga din sohasida xizmat qilib kelayotganini anglatish fursati deb hisoblayman. Bu 2007-yildan tortib, ya'ni mashaqqa universitet islom universitetini tugatib kelgandan keyin bu xizmat jarayonida men albatta dinni maqsad qilib din yo'lida xizmat qilgan, ammo din yo'lida xizmat qilganlik u faqatla insonlarga din tushundirganlik emas, balki dinni tushungan odam shu ham millat uchun, ham vatan uchun, ham kelajak uchun, ham shu om dunyodagi musulmon uchun xizmat qilishga birdan-bir yo'l ichib beradigan bilim, din xizmati. Ya'ni dinni tushungan odam, haqiqiy islomni tushungan odam Allohni so'ydi. Allohni odam cho'qim o'zining millatini, vatanini hargiz unutmaydi. Shuning bilan, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi bor, hubbul vatani minal iymon degan. Masalan, iymonni so'yish u vatanni so'yish iymonning jumlasidan deganda. Bu dinni tushunmay turib iymonni so'ygiga olmaydi. Shuning uchun men garchi dinga xizmat qilib shu 2007dan ta 2017da bu zulm haqiqiy oshkora boshlangicha biz dinga xizmat qilgan bo'lsakmi, shuning bir parchasi bizning dinimizga qilgan xizmatimizning bir parchasi vatanga qilgan xizmatim deb o'ylayman. Endi bu zulm 2017da oshkora boshlandi, ammo uning oldida u zulm botdi. Men shunday tushunaman, u zulm hech qachon bu Xitoyda ana vatanimizga besib kirganning yog'isi bir minut to'xtab qolgan zulm emas aslida. Faqatlam u oshkora bo'lmaganligi uchun bizning ichimizga, bizning yuragimizga yetmagan. Ammo men xususan masalan 2095-yildan tortib men shu vatandan chiqqan qarindoshlarimiz bilan Pokistondan tortib aralashig'liq.
aşılar bana şu yerlerde düşündürgülük kandak yani Xitayning zulmi şu 95 yıllardan tartıp Uygurlarning beshiga nima qanchalik kulfat sevayotganligini şu vaqtdan anlab keliglik. Ama bizning Qozog'istonga kelib men nima uchun ochiq shu vatan xizmatini qilmadim deganda, ya'ni meni xususan shundoq nimam aqidam o'ylashim shundoq. Ya'ni Allohni haqiqiy to'nsa, haqiqiy dinni söyləyən adam, imanını söyləyən adam o vatanga ham millatga sodiq bo'lib xizmat qila oladi degan aqidam bor menimcha. Masalan, bizningki ko'pincha vaqtda mana hozirgacha bor, endi o'sha yerda qistirib o'tkazilgan bir gap bor. Hozirgacha ba'zi bir qarindoshlarimiz oshkora vatan millatning xizmatini qilayotgan ko'rinishi bo'lsa-mu, biroqda aq tarafidan ko'rinishda, aqisidan qaraydigan bo'lsak, u bizning ham vatanimizga, ham millatimizga ziyonli ishlarni qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Nima uchun? Haqiqiy buni Allohning oldiga borgan vaqtida buni qilayotgan, buni xiyonatimdan men javob berma deydigan shu aqida yurigiga o'rinlashmaganligi uchun deb o'ylayman-da. Shuning uchun uni ba'zi bir qarindoshlarimizning ismini atamasammi ko'pinchimiz bilamiz. Shuning uchun hammamiz o'zimiz shu qilayotgan ishimizdan Allohning oldiga borganda hisob berman degan aqida bilan Allohdan qo'rqsak bo'ldi. Yaxshi so'zlab berdingiz. Men o'zim bir ko'nglimda sizning o'zingizni tanishtirgandan keyin kallam kelgan bir nimani so'rag'im kelyapti. Sizlar Qozog'istonda siz masalan yosh turib shu diniy islom universitetini tugatib shu soat xizmat qilib ketyapsiz. Sizlar shu yerda bolalarni eng ko'p vaqtda diniy maktab, diniy bilimdan tarbiyalash nihoyat muhim o'rin qo'yib tarbiyalab turamsizlar yoki fanniy maktabni tarbiyalab andan keyin diniygami apmanamsizlar? İkisini beraber minib qilyaptamsizlar. Mush to'g'ri bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Qisqacha bir tanishtirib o'tay. Men shu hozirgi kunimgacha mayli islom ellerida bo'lsin, demokrat ellerida bo'lsin, ko'p yerlarda bo'lib keldim. Az deganda bir 27-28 mamlakatda bo'ldim. Uningki shu islom elleridan bo'ldim, ham demokrat elleridan bo'ldim. Men bir taraflab so'zlamayman. Shu Qozog'istonga xulos qilib chiqargan vaqtimda bugungi kun Uyg'urlar uchun birdan bir ko'p xizmat qilib o'zining yordamini ko'rsatayotgan Qozog'iston. Masalan, Qozog'istonda 61 maktab bor. 60 Uyg'urcha o'rgatadigan 61 maktab bor. Dunyoning hech qanday yerida u hukumat o'zi iqtisod bo'lib muallimlariga shu maosh to'lab, Uyg'ur maktablariga shu o'zlarining qozoq maktablarida muallimlari qanday maosh olgan bo'lsa, shunday maosh to'lab Uyg'ur maktablarini ham shunday barobarlikda mang'uz bo'layotgan birdan bir Qozog'iston mamlakati. Faqatla maktablar emas, balki Uyg'ur teatrlari bor, Uyg'urlarningki o'zining o'tirishgan mahallari bor, shu mahallarda o'zlarining masjidlari, jamoatlari bor. Masalan, Uyg'ur millatining Qozog'iston hukumat cho'ng hukumat o'rinlarida xizmat ko'rsatayotgan akalarimiz, hadlarimiz bor. Uningga fursat yaratib berayotgan birdan bir Qozog'iston hukumati. Endi bu hukumat bugungi kunlikda Uyg'urning beshiga, vatanimizdagi Uyg'urning beshiga kulfat kelgan jim yetib oldi deganlik u ahmoqonalik. Masalan, shu Qozog'istonda eng az 300 mingga yaqin Uyg'ur bor. Masalanda, eng az bu texi. Ammo shu 300 ming Uyg'urningki qanchalagan Uyg'urlar shu Uyg'urga ko'yinib, Uyg'ur davosiga so'yinib harakat qilyapti. Va bugungi Xitoyningki zulmining eshigiga qarab qanchalik Uyg'urningki ilgirlashligi bor. O'zimizning Uyg'urlardan elib etsak. Endi mashadagi Uyg'urlar qaragan vaqtida hukumat bizga hech qanday qarshilik ko'rsatmadi. Bizga hukumat nima ish qilsin? Masalan, Uyg'urcha o'rganimizsak, Uyg'urcha o'rganaymiz. Siyosat o'rganimizsak, siyosat o'rganaymiz. Iqtisod topmizsak, iqtisod topa olamiz.
Hem de din yolda meni din ama şu mescitlerde ügütümüz desek, onun hiç qandaq Qozog'iston hukumati nimqatga qarshilik ko'rsatmayapti. Mana men o'zim Pokistonda institut tugatgan bo'lsam-mi, Misrda universitet tugatgan edim. Masalan, ashada meningdan boshqa yuzlarcha Uyg'urlar bor. Hamda mushu bari o'qishga ashloq ruxsat bergan, ammo Uyg'urlarning o'zi mayli dinga bo'lgan ko'yinishi bo'lsin, mayli Uyg'ur davo yo'liga bo'lgan ko'yinishi bo'lsin, Uyg'urlar o'zining ichidan qaynab chiqmaganligi uchun biz hozir kichkina buni xalqaro jamiyatning ko'ziga ko'rinmayapmiz. Bu ichinarlik ahvol mushu ichinarlik ahvolga tushib qolishimizga Qozog'iston hukumati sababchi emas. O'zimiz Uyg'urlar sababchi. Alloh taolo Qur'oni Karimda biz xalqni, insoniyatni birinchi ilmga, ya'ni mayli diniy ilm bo'lsin, mayli fan ilmi bo'lsin, har qanday kuching sen nimaga qodirsan, sening salohiyating qaysiga loyiq, yoki bo'lmasa sen nimaga qiziqsan, shu o'zingning rag'bating bilan bir, ammo har qanday sohadagi ilmga qiziqish, ya'ni o'qish uchun Qur'onda bizni masalan birinchi buyurgan. Hatta birinchi nozil bo'lgan oyatmi 5 oyat shu bilimga o'qishga buyurtilgan. Bu butunlay sohadagi o'qishni ichiga oladi. Masalan, bizningki Uyg'ur millati oz emas. Uyg'urimizningki masha mayli 20 million deydi, 30 million deydi, onu bir Alloh ma'lum sonimiz hozirgi vaqtda bunning sonini chiqarishimiz bizga bizning qo'limizda unda qudrat bo'lmaganligi uchun sonini ma'lumlik bizda bor. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar bizning sonimiz oz emas. Biz Uyg'urlar birimiz dinni, birimiz advokatlikni, birimiz tarixni, birimiz shu harbiylikni, yana bir sohada minglarcha bo'linib o'qisak, bizning sonimiz yetadi. Bu dinmi shu dindagi nasihat mushu dinga bo'lgan bilimni o'rganish degan u farz amallarini har qanday musulmon, faqatlam Uyg'ur musulmonlari emas, dunyodagi har qanday musulmon bilishga tegishlik, bilmisi bo'lmaydigan bilimlar bor. Bu bilim degan vaqtida mushu Alloh buyurgan farz amallarini ado qilishlik bilimi bor. Masalan, namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, hajni ado qilish degandek farz bilimlar bor. Iymon keltirish eng tunchisi. Mushu iymon keltirgandan keyin nimalarni ado qilish kerak? Bu bir bilim. Namoz o'qish uchun qanday bilimlarni, qanday o'qishlarni o'qib, o'rganib yaklash kerak. Bu farzlarni ado qilish uchun o'rganadigan bilimlar u farz, ya'ni farz ayn deb ataladi. Uni cho'qim har qanday musulmon o'rganish kerak. Mayli harbiy bo'lamdi, mayli jurnalist bo'lamdi, har qanday odam. Ammo hamma odamga islom din olimi bo'lish shart. Yani hamma odamga islom dinidan olim bo'lish, cho'qim talto'kisi bilib yetib chiqish deb shart emas, demakchi. Ya, shart emas. Uni sizga sharti nima? Ya'ni o'zingizningki farz, ya'ni Alloh buyurgan yoki payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam buyurgan farz amallar bor. Ya'ni buni qilmasa yoki buni inkor qilsa kofir bo'ladigan bir farz bilimlar bor. Namozni qanday o'qish kerak? Bu boy deganiga o'xshash. Mushuni o'rganish har bir musulmonga, har bir mayli qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, uningga farz o'rganish, cho'qim bilish kerak. Uni kallasi odam aqlli kichkina mushu diqqatini bo'lib iymoni bilan kichkina vaqtini bo'lgan odam 1,5 ay 2 oyning ichida cho'qim o'rganib oldi. Uningga yillarcha o'tirish uningga ketmaydi. Bir 2 oyning ichida ham qanday namoz o'qish kerak, qanday ro'za tutish kerak va buni ado qilish uchun qanday bilim olish kerak, nimani yodlash kerak. Mushuni o'rgansa 2 oy vaqtini bo'lsa, u har qanday farzni ado qilish uchun nima bilimni o'rganib oldi, shu bilimlarni. Endi uningdan sir, masalan, mening qobiliyatim bir til o'rganib tarjimonlik qilish deylik, masalanda.
Ben İslam dininden üzemge kerek bilimlerini ügün bolgandan keyin İngiliz tili yoki rus tili, Xitoy, Xanzo tili degandek aşı tillarni ügünüp üzemning xalqimga til orqali nima töhfamni qo'shsam, ashumi bir ibodat. Masalan, ko'pinchisi deydi endi qilgan odamlar Alloh taolo odamlarni, insonlarni va jinlarni ibodat qilish uchun yaratdi deydi. İbadet degan so'zni men qisqartib tushuntirib qo'ysam, ibodat degan Alloh va uningki rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam rozi bo'ladigan amallarni qilish va Alloh rozi bo'lmaydigan, Alloh xafa bo'lgan amallardan o'zini to'sash bu ibodatning qatorida. Endi men rus tilini yaxshi o'rganib yoki ingliz tilini yaxshi o'rganib mening xalqim muhtoj bo'lgan bilimlarni, ya'ni ingliz tilidan bilimlarni elib uyg'urchaga tarjima qilib, mayli tarix bo'lamdi, mayli kompyuter sohasidagi bo'lamdi, yoki bir zavod yoki harbiylikda ishlatadigan qurol yaroqlarni bo'lamdi. Mushularning o'rganib inglizchasini uyg'urchaga tarjima qilib, o'zimning uyg'ur musulmonlarim o'rgan deb mushu niyatda bu sahada işilsem o ibadet qatarga yatmamda çokum ibadet qatarga yatıdı. Üzemning niyetimge layık Allah Taala qilgan harakatimge layık savap berdi. Mana meşhede oturup meningdan söhbet ilyapsiz. Çokum sizning niyetingiz agar Allah roziligi uchun mush sadirdan men intervyu elib xalqimga yetkizman mushu bir ahvolni degan pak niyat bilan siz mushu oldimda o'tagan bo'lsangiz, çokum Allah Taala mushu niyetingizga layık sizga savap yazdı. Hem de savap yazıdı deganlik nima o desa ibodat qatoriga kirdi degan gap. Shuning uchun buni bilimni o'rganish, har qanday bilimni o'rganish bu nima farzi kifoya deb atildi. Endi cho'qim o'rganmasa bo'lmaydi. O'rganmasa gunoh bo'ladi degan bilim qaysi desa, birinchidan bu mushum shaxs, ya'ni bir musulmon shaxs, mayli o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, o'rganmasa gunohkor bo'ladigan bilimlarning birinchisi u boya farz amallarini ado qilishga buyurilgan bilimlar. Masalan, namoz o'qish uchun cho'qim alhamdulillah qilishingiz kerak. Bu bir bilim, cho'ng bir bilim elhamdülillah suresi, ya'ni Fatiha suresi. Buni siz cho'qim o'tirib ko'ngil bo'lib bir ikki kun vaqtingizni bo'lib kallasi vala 1-2 soat o'tirib bu nima tartini elib bu Qur'ondan bu so'rni yodlaydi. Bu farz ayn. Buni yodlamasa gunohkor bo'ladi. Endi farz kifoya bilimlar bo'ladi. Ya farz ayning yana birisi bor. Farz ayninki masalan ba'zi vaqtida bir bilimlar bo'ladi. Cho'qim shu bilimni o'rganish kerak. Masalan, bir mahallada tibobatchilik bilimi yetishmaydi. Masalan, mushu men Chelak mahallasida turaman. Mushu Chelak mahallasida hech qanday bir qarindishimiz tibobat bilimini o'rganmasdan odamlar og'rib qolsa, saqaytishga hech qanday bir doktor yetishmasa yoki yo'q bo'lsa, mush Chelakdagi hammamizga tibobat bilimini o'rganish farz ayn bo'lib ketadi. Endi Chelak mahallasining 40 ming odam yashasa, 40 ming odamning ichidan 1 ming odam mushu tibobat bilimini o'rganib 40 ming odamga kifoya qiladigan bir odamlar tibobat bilimini o'rganib chiqqan bo'lsa, qolgan odamning bo'ynidan saqit bo'ladi va qolganlarga o'rganish farz ayndan farz kifoyaga aylandi. Ya'ni gunohkor bo'lmaydi o'rganmasa. Ammo bizning saharimizda, Uyg'urimizning saharimizda, ya'ni buni hozir yetishmayotgan, ya'ni Uyg'urlar uchun yetishmayotgan bir necha bilimlar bor. Masalan, harbiy bilimlerimiz yok Uygurlarınki arasında. Bo'lsa-mu bek az Uygurlar uchun yetishmaydi bu. Jurnalistlik, mesela jurnalistlik sahasını elib etadigan bo'lsak, Uygurlarning ahvolini butun dunyoga har xil tillarda yetkazadigan jurnalistlik sahasida nima yo'qkan, yetarli jurnalistlarimiz yo'q. Masalan, mana o Ruschani elib etaylik. Ruscha ba'zi bir jurnalistlikni o'qigan Uyg'ur qarindoshlarimiz bo'lsa-mu, mush Qozog'iston, Qirg'izistonlarda. Ammo bu sahada bizningki ahvolimizni, ya'ni xalqaro xalqqa yetkazishga bu jurnalistlar yetishmayapti. Masalan, bizning sahamizda cho'ng
siyasi nimede siyasi davada siyaset ügengen yani şu halkara zangını ügengen bu bilimni ügengen kıyırdaşlarımız intayın az. Mümkün yok halette kolumuzda bilen parmaklarımız bilen sanavakdek. Nima üçün biz faqatlam balalarımız okusa başka bir şu tibabet yani şu küçük bir sahalarda işleşke şoför buluşqa yoki bo'lmasa bir kasbga televitimiz bizning engimizda bo'libmi Qozog'istondagi Uyg'ur qarindoshlarimizni engimizda va u bilimni o'rgansangmi sana puling bo'lmasa yoki tonishing bo'lmasa cho'ng yerda ishlamaysan bo'ldi shu nimani o'rgangina bir shoförlikni o'rgangina yoki tijoratni o'rgangina deb halaga sep qo'ydi-da. Ammo u bolaning haqiqatan nima iqtidori bor bola. Masalan, jurnalistlik qilishga yoki bo'lmasa cho'ng harbiylik yerlarda o'qib shu yetilib chiqishiga iqtidori bor bolani biz undaq yerlarga avatmaymiz. Nimishga bizning shu Uyg'urimizning ya'ni vatanimizningki kelajagiga bo'lgan ko'z qarashimiz intayin ojiz. Shuning uchun bu bilimga kelgan vaqtida albatta bizning millatimiz nimaga muhtoj bo'lsa, ashuni to'laroq o'rgatsak, shu sahada to'laroq bolalarimizni yetishtirib chiqishga Qozog'iston unga yar beryapti, ammo afsusona o'zimiz Uyg'urlar ojiz kelyapmiz shu yo'lni tutishga. Hazırki bizim vatanımız Şarkı Türkistan'daki, güzel vatanımız Şarkı Türkistan'daki muşu zulümlerin, muşu derece, muşu evvel gelişi, muşuya kelgen, muşu bir ciddi bir vaziyette sizince özünüzün Kazakistan'da kılgan işlerinizden, davadaki işlerinizden çıkan bir yakınlarınız var mı mesela tecrübelerinizden? Yani mındah bir şekilde dava etbaraylı meliyatı Kazakistan'da olsun ya ki bütün muhaciretteki Uygurlar, kaysi devletler olsun qana etbarımız eylemi şundaq bir sözünüz, doğru bir teklif kırlığınız olsa anlasak. Bu çok bir tema hamda bunu bir uzatib degan bo'lsak yaxshi bo'ladi, ammo qisqa so'zlashga, ya'ni qisqa vaqtning ichida tushuntirishimga tirishaman. Birinchi Qozog'istonning ichidagi qarindoshlarimizning harakatiga men qaradim. 15-20 yılının yağısı Uyghur ve milletinin davasını kıgan akı hedlerimizninki birden bir kıgan şu yani kamçılığı deyim kamçılığı gapni kıganda aşırı etken ama ameliyatda az görsetken. Aslında ameliyatni kılıp kıgan amelninki 11'ini sözlegen bolsa hakikaten Qozog'istondagi şu özü berip bevosita davo qilmagan bo'lsinmi qo'lda kichkina pul mol huquqi bola haqiqatan xizmat qilgan mush Qozog'istondagi Uyg'urlarni shundaq pullarni ajratib shundaq jamoatlar yig'ishtirib chet ellardagi qarindoshlarimizning davosi texnik ilgirlashligi uchun pullarni yig'ib avatgan bo'lsinmi mushu yig'ilgan puldan hech qanday bir отчет bo'lmagan. Bu bir kamchilik hamda. Ikkinchisi shular so'zlagan vaqtida odamlarga masalan 95-yillari, 98-2000-yillari shundaq ko'p bir yoki undan keyin 2005-2010-yillarimi shundaq ko'p bir va'dalarni, shundaq bir cho'ng umidlarni so'zlab ularning ichida pur ketkizayotgan bu qarindoshlarimiz hozir nima deydi o'tsangiz shunchalik so'zildi shundoq deganda qini ular deydi-da. Qini amalga oshmadi-ku deydi-da. Ba'didi shu vaqtlarda ba'duq deydi. Endi bugungi kunlikda men shu 2018-yildan tortib Qozog'istondagi Dunyo Uyg'ur qurultayining iqtisod mas'uli men. Endi men qo'limga elib endi qilmay desam başkaları qilmay qo'li ammidi qilmasa bu davo to'xtab qoldi, butunlay uzilib qoldi. Endi qilay desam 2018-yili qo'limga oldim bu davoni. Bular meningdan ko'pincha xalqim endi Uyg'urlarimiz nima deydi? 2000-yillari chiqqan pullarimiz qani deb meningdan savol so'raydi. Ammo vaqtida o'qishdim.
Men nim deymen de. Şunun için yak begin desem yak men onun işenmeyme degende gepler nurgun. Şunun için hem de bugünkü kunlikte davany qanday epiş gerek Kazakistan'daki qeyrinlarımız dese bir cemaat bolup bu vatan milletinin hizmetini bugünkü kunlikte qilmaymiz desek biz Allah'tan qo'rqaylik ekan to'qim Allah'ın aldığında her bir Uygur bu dava üçün cevap verirdi. Biz başka millet özcan cevap verdi. Mümkün Müslüman qeyrindaşlar Müslümanlık qeyrindaşlığı bolganlığı üçün onun yardam qilmagan bolsa cevap verishi mümkün. Qo'shni davlatlar qo'shni bolganlığı üçün cevap verishi mümkün. Ama siz bilan men ve bütün özünü Uygur deb жүрген qeyrindaşlar her qanday jihatdan onun Uygur davasını, millet davasını, vatan davasını ve bu zulümge qarşı bolgan davany qilishligimiz her bir jihatdan biz so'ralamiz. Biz qo'shni davlat uchun bir narsa so'ra olmaymiz. Seni qo'shnilig'i nima uchun nima onun bir egi chiqmading deb bu savoldan so'ra olmaymiz. Senin Uygur qeyrindoshing, seninki bevosita shu nima musulmon qeyrindoshing, sening ona vataning sanga bergandiq shu vatanni, sening qo'rqaydigan shu farz ayin shu qarzing ham farzing deb hamma jihatdan Uygur so'raldi. İqtisadi ba Uygurlar iqtisadi bilan, huquqi ba Uygurlar huquqi bilan, ten salametligi ba Uygurlar ten salametligi bilan, bilimi ba Uygurlar mayli din sahasida bo'lsin, mayli fan sahasida bo'lsin, har qanday bir sahadagi Uygur o'zining bilimi bilan o'zining shu qo'lidan qanday kuch kelsa, shu kuch bilan da'vo qilish uning ham farzi ham qarzi. Hem milletning oldida javob berdi, hem vatanning oldida javob berdi, hem Allah'ning oldiga borganda Allah'ning oldida javob berdi. Bu bizning ustimizga intayin qattiq yuklangan nima ig'ir yuk. Ammo ig'ir yuk hammamiz bir ishni qilib yuklab olish farzmi? Yo'q. Men o'zimning qo'limda masalan din o'zimning vatanimga, millatimga, kelajak avlodimizga mush kelajagimizga Uygurning kelajagiga din sahada ishlaydigan, din sahasida xizmat qiladigan qo'limdan kelamda men mushu sahada xizmat qilishim kerak. Sizning jurnalistik sahasida qo'lingizdan kelsa jurnalistik sahasida ishlaysiz. Ammo bizning Qozog'istondagilar hamma jihatdan qo'ldan keladigan qeyrindoshlarimiz bor. Masalan, jurnalist bo'lsin, harbiy bo'lsin, iqtisodiy bo'lsin, bilim, tarix, muallim, shogird hamma jihatdan bizningki Qozog'istonda nima ish qilishga, xizmat qilishga qo'lidan keladigan qeyrindoshlarimiz bor turib, afsus bu ishlarga, bu xizmatga hammamiz o'zimizning sahasida atlanish kerak. Bu Qozog'iston ichidagi qeyrindoshlarımizga bo'lgan bir yo'l yo'riq. Bu qo'rqib qolmasligimiz kerakki, Qozog'iston hukumati meni bir ujuqtirib qo'yamdi. Yo'q, Qozog'iston hukumati bugungi kunlikda 10 yil burungi hukumat emas. Qozog'iston ham tushundi bugungi kunlikda bir narsani diqqat qilinglar. Qozog'iston hukumati bugungi kunlikda bir narsani tushundi. Faqat ham Qozog'iston emas, butun dunyo tushundiki, bütün insoniyatning, har qanday jonliqning bugungi kunlikda birinchi dushmani u Xitoy ekanligini tushunib yetdi. Shuning uchun Xitoyga qarshi turgan har qanday odam faqat ham Qozog'istonda emas, butun dunyoda inshaalloh oz kundan keyin qahramon bo'lib hisoblandi. Buni unutib qolmaylik. Hitler 2. Dunyo urushida yevroylarga qilgan qirg'inchiligiga qarshi her qanday bir Hitlerga qarshi urushgan vaqtda qahramon atalgan. Bugungi kunlikdami Uyg'urning xizmatini qilib Xitoyga qarshi turgan inson inshaalloh bir oz kundan keyin qahramon bo'ladi. Buni unutmasligimiz kerak. Chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarimdan o'tinish bu buni tildan her qanday gap chiqsimi tildan chiqadi, jon chiqsimi tildan chiqadi. Buni gap tildan chiqib ketkicha ichimizda saqlansa, uningga biz vakil, biz uningga javobgarmiz. Ammo tilimizdan chiqib ketsa, uningga butun haq ega bo'lib ketadi ekan. Shuning uchun buni tilimizdan chiqayotgan so'zga diqqat qilaylik. Ba'zi bir qarindoshlarimiz bor,
bir ikki yildan keyin vatan ozod bo'ladi, millatimiz undaq ko'tarildi, Xitoy bundaq tushidi deb shundaq cho'ng va'dalarni berib etamda, bizga aldangan Uyg'urim bir yildan keyin u degan ishi amalga oshmasa, da'voga bo'lgan ko'z qarashi, da'vochilarga bo'lgan ko'z qarashlari eshib ketirgan. Shuning uchun o'zaro gaplarni deyishgan vaqtida bir diqqat qilib, biz hammamiz 21-asrda shu butun dunyoning ahvolini ko'rib yashayapmiz. Hozir internetdan ochsak, butun dunyoni izlab topqil bo'ldi, qayerda nima bo'layotganligini. Shuning uchun buni bugun chelakda o'tirib so'zlasam, 1 minutning ichida Amerikada anglayotgan odamlar, shuning uchun diqqat qilsak so'zlarimizga, qilayotgan fitnalarimizga, qilayotgan fitna so'zlarimizga. Ba'zi qarindoshlar bilib fitna chiqardi, ba'zilar bilmay fitna chiqaryotdi. Buning hammasiga bir Allohdan qo'rqib bir ko'z qarashdi bo'lsak. Rahmat. Oxirida bütün muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarımizga deydigan yurak so'zlarimiz bo'lsa, deysiniz, undan keyin programmani oxirlashtirsak. Rahmat. Albatta yurak so'zim bek ko'p, ammo shuning eng muhimi bo'lgan vatanimizni bugungi kunlikda Xitoy zulm ostida azob chekayotgan xalqimizni qutuldirish faqat birinchi Allohning qo'lida, shuningga sababchi bo'ladigan Uyg'urning qo'lida. Endi Uyg'ur xalqim birdan bir kelajagimizdagi yosh avlodlarga diqqat qilib, ashunga ko'ngil bo'lib, shu yoshlarimizga bilimni voyaga yetkazib o'rgatishga va shu bilim bilan birga tarbiyani, iymon, insofni to'lig'i bilan o'rgatishga ko'ngil bo'lgan bo'lsak, inshaalloh shu kelajak avlodimizni yaxshi tarbiyalab olsak, shu 21-asrning bilimlaridan hem shu musulmonchilik, farz, halol, haromdan durust o'rgatib, ashlarga yetkazib, ham o'zimiz ashlarga amal qilgan bo'lsak, inshaalloh cho'qim Alloh subhanahu va taolo pat yaqin arada bizga vatanimizni ozod qilib, dushmanimizni yer bilan yakson qilib, xalqimizni ozodlikka chiqarib ajib emas. Rahmat. İnşallah. Özünüzge taalluq bo'lgan barliq ko'z qarashlaringiz ham o'zingiz turayotgan yerdagi va butun muhojiratdagi Uyg'urlarga bo'lgan taklif fikrlaringiz, umidlaringizni ko'rganlar bilan o'rtoqlashganligingiz ko'pdan ko'p rahmat. Inshaalloh bundan keyingi programmada yana ko'rishib, paranglashishga, suhbatlashishga nasib qilar. İnshaalloh. Rahmat, sizga rahmat, shunday fursatlarni bizga yaratib berganingizga. Xalqimizga omonlik, pat yaqin arada ozodlik va baxt saodat tilayman. Rahmat hammaga. İnshaalloh, rahmat. Dedim ötkürnüme, dedi kulumdu. Dedim satar mısın, o dedi yap.